Uchinchi kun. Xayrli tong, menda hozir sahar va podarkalarimni ochish uchinchi kunga. Tadam! Mana smartfon kerak. Qur'on mo'jizalaridan eshitgan va meni hayratlantirgan ikkita fakt aytmoqchiman. Bilamidinglar, Qur'onda kun so'zi 365 marta ishlatilgan ekan va oy so'zi 12 marta. Hozirgacha olimlarni hayratlantiradigan bitta mo'jizalardan bittasi. Oo! Bu yuzni meykapini yuvishdan oldin yuvib bo'lmayotganingizda keyin va yangi ho'l bo'lmasligi uchun. Rahmat Dilorom. Ramazonni 3-kuni sovg'alar ochish payti. Aslida to'g'risida keladigan bo'lsak, hamma biladi Ramazon oyida Qur'on tushganini, lekin bilarmidinglar, именно Laylatul qadr kechasi nozil bo'la boshlagan. O'sha kundan boshlashgan. Bu menga sovg'a talaffuzdan bu ekan. Birga ochamiz nima bu? Sog' ol ekan. Rahmat talaffuz.